Dadasi. Men ishga ketyapman. Habzamda xotini bor to'kislarga o'xshab zaptrik-paptrik qilaylik. Siz bilasiz-ku, men ishli odamman-ku. Ujinchi ujin. Ujinni ham o'zim qilyapman. Oshxonaga kirib ko'rgin, molxona bo'lib ketgan. Yuvilmaga ish o'z mana buncha. Endi dadasi bilasiz-ku, meni ishim kech tugaydi. O, xotin, qo'y shu ishingni. Uyda ham bir dunyo ish bor. Dadosh, sizga yordam bo'lsin deb ishlayapman-ku. Sana men qo'ytirdi. Ikki og'iz gapim bor. Shu oilamga, erimga yordam bo'lsin deb ertalabdan kechgacha ishlayapsan. Oilamga yordamim tegsin deyman-da. Xotin, mujiksan, bor mujik. Tanasa qiziqda menga. Mana shu ishga ketguncha mendan necha pul olasan? Ertalab ishga borishimga 35 ming. Qaytishimga ham 35 ming. Keyin obed qilaman. Unga 60 ming. Keyin supa olaman, shokolad. Demak, oyiga 4,5 millioncha pul olasan. Undan tashqari fondga, remontga, formaga, qog'oz, hujjat, mana dugonalaring tug'ilgan kuni, yana u yoq 3-4 million pul olasan-da, to'g'rimi? Mehnat qilib ishlagandan keyin ketadi-da. Ichimdan bir narsaga qiziqyapman-da, shu 5 yil ichida bilmaganman qanaqaligini. Oyliging qancha? 1 million 800. Oh, balla, 30 million deganda eshitildi-ku. Hozirda o'zim eplab yuribman-ku. 1 million 800 bilanmi? Qolgan 6,5 millionni kim beryapti? Ha, endi ish bo'lgandan keyin xarajat ham bo'ladi-da. Sezyapsan, xotin. Sen ishlaganing sari biz qarzga kirib ketyapmiz. Endi sizga yordam bo'lsin deb ishlayman-da, dadosh. Berma shu yordamni. Iltimos, uyda o'tirsan. Ha, endi dadasi, O'zim senga shu pulni beraman, tushundingmi? Bez soliq, bez avans, eshittirsan emas. Ya hozir beraman. bo'pti. Faqat bitta shartim bor. Sen oladigan oylik bir shart qo'yadigan oylik emas lekin. Shu 2 yildan beri oyligimni bitta narsa uchun yig'ib olman-da, lekin yig'a olmayapman. Ha, sen oladigan narsa oylikda, to'g'rimi? Xullas to'yimizda 5 yilligiga o'zimga tilla komplekt sovg'a qilmoqchiman. Tillani qanchaligini bilasanmi? Voy dadasi, men o'zi hammasini surishtirib ko'rib yuribman. Kecha zaklab berib keldim, oylik oldim-ku. Oyi, siz ham bir narsa deng. Voy, men nima ham deyman? Kelin zaklab tashigani borganda men ham yonida edim-da. Endi ulim 100 gram tilla ot bilan tuya bo'larmidi? Mana nima uchun odamlar tepakal bo'lib qolyapti?